Hop, assalomu alaykum hurmatli talabalar hamda kuzatuvchilar. Sizlar bilan Rahmonov Shahzod, ya'ni Central Asia Medical University, ya'ni patologiya asoslari hamda sud tibbiyot kafedrasi assistenti. Endi sizlarni ko'rib chiqadigan keyingi mavzuimiz bu isitma. Isitmani yana boshqacha yozishimiz mumkin, ya'ni fever. Sizlar bilan yallig'lanishlarda ham ko'rib o'tganmiz, ya'ni bizda kalor ham bor. Ya'ni kalor bilan feverda nima aloqasi bor? Bu isitma butun bir tana bo'ylab. Ya'ni sistematik bu. Kalor o'sha ma'lum bir sohadagi, ya'ni masalan yallangan sohasidagi mana shu sohaning o'zini isishi yoki arterial giperemiya bo'layotgan bo'lsa, o'sha arterial giperemiya bo'lgan sohadagi qon tomirlarida, hujayralarda mahalliy haroratni ortishi deyiladi. Xo'p. Isitma. Endi isitmani biz gaplashishimizdan oldin siz bilan biz termoregulyatsiya markazini ishini tushunib olishimiz kerak. Termoregulyatsiya markazi. Hop, har bitta markaz, har bitta sistemani o'zini markazi bor. Mana misol uchun ovqat hazm qilish, nafas olish markazlarini sistemasining markazi bu uzunchoq miya hisoblanadi. Endi termoregulyatsiyaning markazi ham bu gipotalamus hisoblanadi. Gipotalamus. Hop. Gipotalamusni ishini va tuzilishini ko'rib chiqaylik siz bilan. Hop. Tasavvur qilasizlar, bu gipotalamusni tasavvur qilinglar. Ya'ni termoregulyatsiya markazi. Hop. Termoregulyatsiya markazi ham asosan 3 ta qismdan iborat. Dastlabki qismi retseptor qism deyiladi. Retseptor qism. Ya'ni bu qismda aytishimiz mumkin termostat qism. Ya'ni bu qism nima vazifani bajaradi? Bu aynan termostat qismda issiqni hamda sovuqni sezuvchi neyronlar joylashgan bo'ladi. Issiqni sezuvchi neyron hamda sovuqni sezuvchi neyronlar. Xo'p, avval tuzilishni gaplashaylik, ishni tushunamiz. Xo'p, buni alohida qilib qo'yamiz endi, chunki bu alohida bo'lib ketmasin. Bunday qilib o'sha sezuvchi neyron hamda o'sha sovuqni sezuvchi neyron, o'sha termostat qism. Xo'p, keyingi qismimiz bu boshqaruv zonasi yoki buni boshqacha nomini atashimiz mumkin, o'rnatuvchi zona deyish ham mumkin. O'rnatuvchi zona. Hop. Va bizdagi 3-qism, ya'ni gipotalamusning 3-qismini ko'rib chiqamiz. Ya'ni termoregulyatsiyaning kimyoviy termoregulyatsiya markazi hamda fizik termoregulyatsiya markazi. Ana endi ishlashini birorasidan ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Bilasizlar, bizda terimizda ko'pincha terilarimizda issiq hamda sovuqni sezuvchi retseptorlarimiz joylashgan. Hop. Endi va qon tomirlarida ham boshqada ham. Endi qarang, mana bizda sovuqni sezuvchi retseptorlarimizdan o'sha termostat qismidagi sovuqni sezuvchi neyronga impuls kelib turadi. Issiqni sezuvchi retseptorlardan termostatni issiqlikni sezuvchi neyronlarga doimiy impuls kelib turadi. Agar bizda bilasizlar, o'rnatuvchi zona o'rtacha haroratimiz bizda 36.6 deb qabul qilamiz. Endi doimiy ravishda bitta impuls kelib turibdi. Impuls kelmadi. Misol uchun birinchisidan ko'raylik. Sovuqni sezuvchi retseptorlarimiz sezdi tanamiz. Endi tanamiz o'rtacha sezyapti, 35 gradusdan tushib ketgan deylik. Endi bu impuls keldi, sovuqni sezuvchi neyron qabul qildi va buni to'g'ridan-to'g'ri boshqaruv zonasiga o'tkazadi. Boshqaruv zonasi o'zini belgilab qo'ygan 36.6 gradus ta'minlab turishi kerak edi. Endi bu gradus 35 bo'lib qoldi. Ya'ni
bizda nima bo'libdi? Gradusimiz bizda tushib ketgan. Endi biz tanamizni yana 36,6 gradusga qaytarishimiz kerak tanamiz issiqligida. Endi shuning natijasida bu boshqaruv zona bizda buni kimyoviy fizik termoregulyatsiyani shunga qarab ishlatadi. Ya'ni qisqa qilib aytamiz, fizik termoregulyatsiya markazi tanada ortiqcha issiqlikni chiqarib yuborish. Kimyoviy termoregulyatsiyani ish markazini ishi naborot issiqlikni hosil qilish. Aynan endi bu yerda bizda impuls keldi 35 gradus, lekin 36 bo'lishi kerak tanada o'rtachasi. Endi bu nima bo'lyapti? Tana harorat tushib ketdi, impuls qabul qilindi. Tushib ketganligi to'g'risida. Endi nima qiladi? Kimyoviy termoregulyatsiya, mana yozamiz, qarang. Fizik termoregulyatsiya markazini ishini to'xtatadi. Chunki tanada issiqlik chiqmaslik kerak, o'zi temperatura tushib yotibdi. Kimyoviy termoregulyatsiya markazini ishini oshiradi o'rtoqlar. Ya'ni tanamizda issiqlik hosil qilish boshlanadi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda tanamizda issiqlik hosil bo'ladi. Birinchi navbatda tanamizdagi muskullar qaltirash, ya'ni titrash yordamida deymiz. Muskullarni qaltirashi yoki titrashi, qaltirash. Tushunarli bu. Xo'p, ikkinchisi bizni jigarimizdan ko'pincha energiya hosil bo'lishi boshlanadi. Nima hisobiga? Bilasizlar, tanamizda qon tarkibida ortiqcha glyukozani, insulin gormoni jigarda glikogen holatda saqlaydi. Endi temperaturamiz tushib ketgandan so'ng glikogen qayta glyukozaga aylanib parchalanish kuzatiladi. Bilasizlar, bir molekula glyukoza parchalanganda bizda 36 molekula atel sintezlanadi. Endi o'z-o'zidan energiya hosil bo'ladi, ya'ni jigarda. Ana endi tasavvur qiling. Agar odam tinch holatda yotgan paytida muskullari taranglashsa, energiya hosil bo'lishi 10% ga 10% hosil bo'ladi. Ya'ni 10% ga ortadi. Yoki jismoniy ish bajargan payt yoki ozgina harakat qilgan paytda bu energiya 50-80% ga ortadi. Agar biz jismoniy ish bajargan paytimizda energiya hosil bo'lishi 400 hamda 500% ga ortib ketadi o'rtoqlar. Bularning barchasi bizda kimyoviy termoregulyatsiya ishini ta'minlaydi. Ya'ni tanamizdan issiqlik hosil qilib berib turadi. Xo'p, mana keldi, impuls qabul qildi va bizda fizik to'xtadi, kimyoviy ishlayapti. Va o'z-o'zidan qaytarib yana 36 gradusga olib borib qo'ydi. Shu sohaga olib borib qo'ygandan keyin yana o'z holatda turaveradi. Endi tasavvur qiling, issiqlikni sezuvchi impuls keldi. Issiqlik tasavvur qilasiz 38,4 gradus bo'lib ketibdi. Qabul qildi neyron, boshqaruv zonasiga o'tkazdi. Boshqaruv zonasida analiz boshlandi. Ya'ni bizda 38,4 bo'lib qoldi. Endi bizda temperaturamiz ortib ketibdi. Ya'ni 2,4 gradusga ortib ketibdi. 2,2 gradus. 2,2 gradusga ortdi. Endi nima qiladi o'rtoqlar? Bu yerda qarang, bunday bo'ladi. Bizda kimyoviy bu yerda kimyoviy termoregulyatsiya markazini ishini to'xtatadi. Chunki o'zi tanamiz issiq, batda issiqlik hosil qilib berish shart emas endi. Va to'xtatib bizda fizik termoregulyatsiya markazini ishini oshiradi o'rtoqlar. Biz siz bilan aytib o'tganmiz. Fizik termoregulyatsiya ishini markazi ortiqcha issiqlikni tanadan chiqarib yuborishidir. Bu qanday qilib bo'ladi? Ya'ni qanday qilib ortiqcha issiqlikni tanamizdan chiqarib yuboramiz? Birinchi navbatda birinchi yo'li bu terlash o'rtoqlar. Terlash orqali bizni tanamizda ortiqcha issiqlik chiqib ketadi. Terlash. Keyin nafas olishni tezlashishi, nafas olish va chiqarishni. Tezlashishi. Xo'p, keyingi chiqarish yo'li bitta jismdan ikkinchi jismga o'tkazish. Jismdan jismga o'tkazish. Jismga o'tkazish. Bu qanday bo'ladi?
Qarang, bunga oddiy bitta misol tushuntiraman. Xo'p, tasavvur qiling, qish paytida ko'chada sovqotdingiz, qo'li sovqotgan. Uyga kirishingiz bilan siz nima qilasiz? Birinchi navbatda отопление yoki misol uchun bo'lsa, qo'lingizni qo'yasiz. Nima uchun qo'yasiz? Chunki qo'lingiz sovqotgan. Issiqlikni bitta jismga o'tkazilish. Ya'ni sizni qo'lingiz o'sha issiqlikni sezib, sal sovqotgani qoladi. Mana shu narsa haqida gap ketyapti. Jismdan jismga o'tkazish yoki issiq yoz payti isib ketdingiz. Uyga kirdingiz, konditsioner tagiga borasiz. Yoki muzderoq narsa bo'lsa, shu peshonaga yoki bo'yinlaringizga qo'yasiz. Bu o'sha bitta jismdan ikkinchi jismga o'tkazish holati. Xo'p, bu bizdagi termoregulyatsiya markazi, ya'ni gipotalamusda ishlash mexanizmi hisoblanadi. Endi siz bilan ko'rib chiqamiz biz isitmani. Xo'p, endi siz bilan biz issiqlik markazi bo'lgan termoregulyatsiya markazini ko'rib chiqdik. Endi isitmani ko'ramiz. Endi bu isitma nima? Isitma bu issiqlikni hosil bo'lishi hamda ajralishi o'rtasidagi murakkab jarayonni idora etilishini buzilish jarayoni bu isitma deb ataladi. Xo'p, bizda isitmani keltirib chiqaruvchi moddalar bor. Biz bu moddalarni aytamiz pirogenlar deymiz. Pirogen moddalar deyiladi. Pirogen moddalar. Xo'p, pirogen modda, ya'ni isitma keltirib chiqaruvchi moddalarda ikki xil turi bor. Birinchisi eksogen pirogenlar. Eksogen pirogenlar. Ikkinchi turimiz bu endogen pirogenlar. Hop. Endi eksogen pirogenlarga nimalar kiradi? Eksogen pirogen bizda modda deyapmiz buni. Ko'p kitoblarda, ko'p video darslarda ko'pincha buni mikroorganizmlar deb ketiladi. Bitta pirogen modda haqida gap ketyapti. Qarang, shuning uchun biz eksogen pirogenlarga o'sha mikroorganizmlar aynan mikroorganizmlardan ko'pincha gram musbat bakteriyalar. Gram musbat. Bakteriyalar. Aynan shular ishlab chiqaradigan toksin bor. Endotoksin deyiladi. Endotoksin. Ha, aynan shu endotoksin moddamizni, mana misol endotoksinni 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism bu lipoid qism deyiladi. Lipoid qism. Birinchisi. Ikkinchi qismimiz bo'ladi bu oqsil qism. Oqsil qismdan. Va bizdagi uchinchi qismi bu polisaxarid qismdan. Polisaxarid qismdan. Aynan bizdagi buni lipoid qism bizda issiqlik, ya'ni isitma keltirib chiqaradigan modda hisoblanadi. Aynan shu lipoid qismni biz endi eksogen pirogen desak to'g'riroq bo'ladi. Xo'p, tushunarli bu. Endi endogen pirogenlarga nimalar kiradi? Endogen pirogenlarga ko'pincha bitta neytrofillar hamda monotsitlar deb ketiladi. Lekin bu hujayra bo'lsa, qanday qilib bu endogen pirogen modda bo'ladi? To'g'ri qilib aytadigan bo'lsak, bular o'sha organizmga tushgan infeksiya ta'sirida, ya'ni bu o'z-o'zidan emas, aynan bizdagi toksin hisobiga bular faollashishi mumkin. Mana faollash hisobiga bu o'zlari faollashadi. Mana misol uchun bunda neytrofillariz, misol uchun o'zini qabul qiluvchi, toksinlarni qabul qiluvchi tolerant retseptorlari bor. Qabul qiladi, faollashadi. Natijada sitokinlar gruppasi, sitokinlar yoki tumen nekrotik faktor alfa. Mana shu moddalarimiz bizda endogen pirogen moddalar hisoblanadi. Aynan shularimiz bizda issiqlik, ya'ni isitma keltirib chiqaradi, gipotalamusga borib. Xo'p, bu pirogen moddalarining turlari edi, bu misollar. Ana endi biz isitmani patogeneziga to'xtalamiz.
Isitmani patogeneziga to'xtaladigan bo'lsak yozib olamiz. Birinchisi eksogen piragen hamda endogen piragen. Endogen piragenlar. Xo'p, qaranglar. Organizmga eksogen piragenlar tushdi. Ya'ni kimlar? Ya'ni o'sha mikroorganizm, ya'ni gram musbat bakteriyalar deylik, umumiy bakteriyalar tushdi. Va bular o'zidan endotoksin ajratdi. Bu toksin bizda nima bo'ladi? Sirkulyatsiyaga tushadi. Sirkulyatsiya. Hop. Yoki to'g'ridan to'g'ri sirkulyatsiyaga tushishdan tashqari bizdagi bilasizlar aytib o'tdik neytrofillar yoki monotsitlar. Monotsitlarga ta'sir qilishi mumkin dedik. Ta'sir qilib ularni faollashtiradi. Faollashtirgandan keyin bulardan sitokinlar bo'lishi mumkin, interleykin 1 yoki 6. Sintezlanadi va bular ham to'g'ridan to'g'ri sirkulyatsiyaga, qonga tushadi. Xo'p, endi sirkulyatsiyaga tushib, qonga daxil qilib to'g'ridan to'g'ri gipotalamusga bordi bu. Gipotalamusga borib, bizda qon tarkibidagi toksin bu o'sha bilasizlar, neyronlarni shikastlab qo'yadi. Neyronlarni shikastlagandan keyin har bitta hujayrani bilasizlar, membranasi bor. Membranasi tarkibidagi mana neyron deb tasavvur qilamiz bu hujayrani, mana o'sha toksin ta'sir qildi. Ta'sir qilgandan keyin bizni membranasini butunligini buzdi. Ya'ni misol uchun o'sha gipotalamus neyronlari. Va bizda nima bo'ldi? Bu bizda fosfolipaza A2 fermentini faollashtiradi. Bu faollash natijasida bu fosfolipaza A2 fosfolipidga ta'sir qilib, bizda arachidon kislota hosil qiladi. Arachidon kislota. Va keyinchalik bu arachidon kislotamiz bilasizlar, buni yallanishda ham gaplashilgan 2 xil yo'l. Ya'ni birinchisi siklooksigenaza yo'li yordamida prostaglandin va ikkinchisi lipoksooksigenaza yo'li bilan lekotrinlar sintezlanar edi. Aynan bizdagi prostaglandin dastlab esaringda bo'lsa prostaglandin G2, undan so'ng prostaglandin H2, keyin undan so'ng prostaglandin E2 sintezlanar edi. Aynan shu prostaglandin E2 bizda neyronlarimizda siklik AMF moddasini sintezini oshiradi va bu siklik AMF gipotalamusdagi biz sizlarni ko'rib chiqqan o'rnatuvchi zonaga ta'sir qilib 36,6 gradusda qayta kimyoviy va hamda fizik termoregulyatsiya ishini qayta ishlatadi. Ya'ni misol uchun bu ko'tarish kerakmi? Fizik termoregulyatsiya markazi ishini to'xtatib, kimyoviy termoregulyatsiya markazini oshiradi va temperaturani 38, 39, 40 gradusga ko'tarib qo'yadi. Bu bizda isitmani patogenezi edi. Endi isitmani bosqichlari bor. Ya'ni isitmani bosqichlari. Isitma bosqichlari. Xo'p, isitmani asosan 3 ta bosqichi bor. Ya'ni birinchi bosqich ko'tarilish bosqichi. Ko'tarilish bosqichi. Ikkinchi bosqichimiz yuqori haroratda ushlab turuvchi bosqich. Turish bosqichi hamda 3-bosqich tushish bosqichi hisoblanadi. Xo'p, endi qarang. Ko'tarilish bosqichida o'sha mana misol uchun egri chiziq ko'radigan bo'lsak,
Bilasizlar buni ko'p больницаlarda, infeksion больницаlarda bu istoriyalarda temperatura egri chizig'i deb ko'pincha ko'rsatadi. Qarang. Bizda bu 36,6, undan keyin 38, undan keyin 39, undan keyin 40, bor yana 41 gradusgacha. Bu tomon temperatura. Bu tomon vaqt. Misol uchun bo'lishi mumkin. Bu yerdan boshlaymiz. 6 yoki 8 yoki 10 yoki 12, 14, 16, 18, 20 bo'lishi mumkin. Aynan bizda tasavvur qiling, soat 8 da bemor temperaturasi ko'tarilyapti. Ko'tarildi, o'sha piragen moddalar ta'sirida va ma'lum miqdorda ushlab turibdi va temperatura tushib boryapti. Mana misol uchun 22 da tushdi deylik. Ana bu birinchi bosqich ko'tarilish, ikkinchi bosqich ushlab turish, uchinchi bosqichimiz bu tushish deyapmiz. Aynan bu bosqichlarda bemorda o'sha temperatura ko'tarilgan bemorda turli xil belgilar bo'ladi. Aynan mana birinchi bosqichda, ya'ni ko'tarilish bosqichida biz sizni gaplashdik. Nima bo'lardi? Temperatura ko'tarilishi kerak. Temperatura ko'tarilishi uchun bizda nima bo'lishi kerak? Fizik termoregulyatsiya markazini ishi to'xtashi kerak. Kimyoviy termoregulyatsiya markazini ishi oshishi kerak o'rtoqlar. Chunki energiya hosil qilish kerak. Xo'p. Aynan shu bosqichda bemorda qaltirash, titrash bo'ladi ko'pincha. Xo'p, ushlab turish, temperatura ko'tarildi o'sha nuqtasiga. Va o'sha bu paytda bemorda ishtaha yo'qligi, holsizlik holatlar kuzatiladi. Endi tushish bosqichiga kelib, endi nima qilyapti? O'sha isitma keltirib chiqaruvchi moddalarimiz, piragen moddalar miqdori kamaydi yoki bartaraf qiladi davolash chorasi yordamida. Nima qiladi? Bunda endi energiya batta kimyoviy termoregulyatsiya markazi ishi to'xtab, fizik termoregulyatsiya markazini ishi ortadi. Endi chunki organizmdan issiqlikni chiqarib olish kerak. Bu chiqarish ko'pincha bunda terilash kuzatiladi. Ya'ni terilash orqali chiqarib yuboradi. Bu isitmaning bosqichlari edi. Endi isitmaning turlari bor. Ya'ni haroratning ortishiga ko'ra isitmaning to'rtta turi bor. Birinchi turimiz subfebril isitma. Subfebril isitma. Xo'p, ikkinchi turimiz febril isitma. Uchinchi turimiz piretik isitma. Piretik isitma. To'rtinchi turi giperpiretik isitma. Xo'p. Bularda to'rarasida ham harorat turlicha bo'ladi. Xo'p, subfebril isitma turida 37-38 gradus atrofida bo'ladi. Xo'p, febril isitmamizda bu 38-39 gradus bo'ladi. Piretik isitmamizda 39 gradusdan 41 gradus atrofida bo'ladi. Va giperpiretik isitmamizda 41 gradusdan baland isitma turi hisoblanadi. Bu isitmaning haroratning ortishi bo'yicha isitmaning turlari. Xo'p, biz siz bilan isitmani bu qismda gaplashdik, ya'ni tushish bosqichi dedik. Mana shu tushish bosqichi ham bizda ikki xil holatda tushadi. Sekin tushadi hamda kritik tushish hamda litik tushish. Bizda ko'pincha mana bu holatlar, ya'ni misol uchun febril, undan keyin piretik hamda giperpiretiklarimiz litik tushish kuzatilishi mumkin. Litik tushish. Va bizdagi bu holatimizda endi kritik tushish. Xo'p. Endi sizlar bilan isitmani foydali hamda zararli tomonini gaplashamiz. Xo'p, isitmani o'zi ma'lum bir temperaturagacha organizmda tabiiy rezistentlik hisobida qaraladi. Chunki nima uchun? Chunki isitma organizmga tushgan mikroorganizmlarni harorat ko'tarish orqali membranalarini shikastlab, ularni o'ldirishga qaratib ishlaydi. Lekin bu piragen moddalar ishlab chiqishi natijasida bu gipotalamusdagi isitma markaziga ta'sir, ya'ni termoregulyatsiya markaziga ta'sir qilib, bu harorat ortib ketish natijasida endi bu bizni shikastlash uchun ishlaydi. Endi zararli ta'sirga keladigan bo'lsak,
zararli ta'sirlari birinchi navbatda bu butun tanamizdagi oqsillarni denaturatsiyaga uchratib tashlaydi. Hop, umumiy sistema bo'yicha aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda nerv sistemasida qanday o'zgarishlar deydigan bo'lsalaring, nerv sistemasida yuqori haroratda gallyutsinatsiya holatlari kuzatiladi. Ya'ni holsizlik, charchash holatlari, butun bir nerv sistemasida kuzatiladi. Hop, endi hazm sistemasida qanday o'zgarishlar kuzatiladi deydigan bo'lsak, hazm sistemasida ko'pincha so'lak bezlarimizda so'lakning kam ajralishi, ya'ni giposalivatsiya holatlari va oshqozonimizda sekretorlik funksiyasi pasayib ketishi, ya'ni giposekretsiya holatlari. Undan tashqari bizda ichaklarimizda mayatniksimon hamda peristatik harakatlar ham sustlashib ketadi. Hop, keyingi ta'sirlariga keladigan bo'lsak, bu foydali ta'sirlaridan umumiy batda sistema ko'tarilgandan keyin bizda gemopoez tezlashib ketadi, qon hosil bo'lishi. Bu qon hosil qilish tezlashib ketgandan keyin o'z-o'zidan bizda mahalliy haroratlar ortib ketadi. Undan tashqari hujaramizda regeneratsiyasi, ya'ni qayta o'zini tiklashi ham ortib ketadi. Keyin bundan tashqari asosiy bizda foydali ta'sirlar shulardan iborat edi. Xo'p, endi bugun sizlarni ko'rib chiqadigan mavzumiz isitma haqida ma'lumot shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.